Bitti. Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun madaniy chekinish bo'ldi. Bugun yana bir yil burun qizimnikiga kelib, mana tok tizilganimni ko'ruvdinglar. Allohga shukr. Shu bugun kunga yetkazganiga shukr. Mana sog' salomat yetib kelib, mana bugun qizimnikidaman. Sergelida. Qizimga men bitta shunaqa qo'shimcha kanal ochdim. Mani ovqatlarimni bir ko'ringlar, bir mehmonga ham kelsanglar bo'ladi. Mani ovqatimni yegan odam u Makkadan qaytib keladi, xudo xolisa. Mana shirin ovqatlarni qilib, ovqatlarni ayniqsa shirin ovqatni sevadiganlar uchun ovqat qilaman. Mana bugun men nima qilyapman deb, mana ko'ryapsizlar. Mana tok esingizda bo'lsa bu. Mani odatim, mana xolodilnikni ko'rsatib qo'ysam-da, mana shu muzxonaga, xolodilnikning muzxonasiga qo'yadi-da. Mana shu tokki taqinam qaribdi ancha. Mana shu tokki ipga chizib beraman. Hali ipga chizganimdan keyin ham ko'rsataman va mana shuni toklar qari bo'lgandan keyin tok yegisi keladi-yu. Ana shunda mana shu 1-2 oy pishirib yeyishadi. Mana endi momentda bo'lsa, mana sevimli, mana ichi to'la dumba, mana ko'ryaptimi sizlarga? Mana bu to'rt zo'la solib qo'ydim mana. Qarang, mana bularda ham oq narsalar hammasi dumbali. To'rt zo'la xamirga mana shu somsani qilib, buni ham muzlatgichni muzxonasiga tayyor qilib mana qotirib qo'yadi-da muzxonada. Keyin uni bitta salofanga solib og'zini tilib qo'yadi. 10 yilgacha bo'lsa ham turaveradi. Ana xohlagan paytda bolalar somsa so'radimi, shunda tayyor somsani oladi-da, duxob shundan listga qo'yaveradi. Ustiga tuxum surib ishlataveradi. Buni men necha yildan beri qiladigan odatim. Mana shuni qilaman. Mana buni demak hozir xamirni anta tayyorlab qo'ydim. Xamirni yoyaman. Oddiy jaydari qo'l bilan sosga qo'yib, avval buni nima qiladi? Qotirib oladi muzxonada. Ana keyin muzxonada salofanga tugib qo'yadi. Xohlagan paytda keyin pishirib yeydi. Mana shularni men ipga chizib, demak mashina tizim, mana tizim qilaman-da. Shakar salofanga bitta-bittadan solib, muzxonani muzlatgichi muzxonasida saqlab qo'yadi. Bolam xohlagan paytda bolalar yegisi kelganda yediradi. Hozir buni tezkira qilib, uje somsani yoyib, somsani sekin-sekin muzlatishga qilamiz, pishiramiz, tokka pishiramiz. Kelinglar. Ana endi mana boshqa qirralarimni ham bundan keyin ko'rasizlar, xudo xolisa. Shu boshqa kanalim orqali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali davom ettiramiz buni. Hozir shu joyda to'xtataman. Videolarni shundan boshlanib ketdi. Endi hozir yana bitta qo'shimcha kanal qilib, mana shirin ovqatimni yeganlar Makkadan qaytib keladi. Mana bunda tok chizib qo'yamiz, mana iplarga chizamiz. Mana bitta to'rt zo'la xamir qilib qo'ydim, jonon qilib masala qildim, qo'y go'shti, lahm go'shtidan va endi